Pankreatit oshqozon osti bezini surunkali va o'tkir kasalligi bo'lib, asosiy sabablardan bittasi o't qopida ko'pincha toshlar bo'lishi, o't yo'llarini bekilib qolishi va jigar bilan bog'liq muammolar, aynan jigar atrofida yog'larni to'planishi, yog'li gepatoz, jigardagi diffuz zararlanishlar, fibroz chandiqlanishlar va undan tashqari infeksion, noinfeksion kasalliklar, qonda muntazam ravishda jigar fermentlarining yuqori bo'lishi, xolesterinni yuqori bo'lishi va muntazam ravishda ichilgan kimyoviy dorilar ham aynan oshqozon bezini faoliyatini izdan chiqishiga sabab bo'ladi. Shunday muammolar bo'lmasligi uchun albatta oshqozon osti beziga yordam berish kerak. Xamirli ovqatlarni ratsiondan kamaytirish tavsiya etiladi. O'ta yog'li va qovurilgan ovqatlardan, achchiq ovqatlardan voz kechish tavsiya etiladi. Undan tashqari yana pankreatit holatida eng samarali davo muolajalaridan bittasi 1 litr qaynagan suvga 1 choy qoshiq Reven, ya'ni ravoch, 1 choy qoshiq topinamburni solib 20-30 daqiqa damlab qo'yiladi va o'sha 1 litr suv kun davomida kam-kamdan iste'mol qilinadi. Bu dorivor giyohlarni muntazam qabul qilish oshqozon osti beziga yuklama tushishini oldini oladi va insulin chiqishini rag'batlantiradi va ortiqcha vazndan xalos qiladi. Bundanda foydali ma'lumotlar qiziq bo'lsa, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Oshqozon osti bezidan aziyat chekayotgan yaqinlaringizga bu videoni ulashib qo'ying.